bahor keldi, kunlar isib boshlayapti. Kunlar isigandan keyin salqin ichimliklarga, muzqaymoqlarga talablar ko'payib boradi. Dunyo bo'yicha eng zo'r biznes bu muzqaymoq biznesi ekan. Shuning uchun aynan mana shu do'konlar muzqaymoq sotish uchun mo'ljallanyapti va gazli suvlar sotish uchun mo'ljallanyapti. Gazli suv ham eng zo'r bizneslardan, chunki 500 kilo suv sotadigan bo'lsangiz, unga hech qancha sirop ketmaydi. Ozgina gaz ketadi. Zo'r savdo qilsa bo'ladi. Mana shu do'kon o'sha marojnoxona, fast food hamda gaz suv sotadigan tadbirkorlar uchun mo'ljallangan. Agar sizlarga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, Farg'ona shahrida, Samarqand viloyatida filiallarimiz bor. Qo'ng'iroq qilinglar. Buni o'lchami 2 metrga 3 metr qilinyapti va har xil o'lchamlarda qilganmiz. Profillarimiz, Telegram kanallarimiz silkalari bo'ladi. O'shalar orqali o'tib 5-6 yil davomida qilgan 500 ga yaqin ishlarimizni ko'rib, ishonch hosil qilgandan keyin, yoqqandan keyin bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilishdan oldin tabiiy